Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yana Eynshteynning tug'ilgan kunligi munosabati bilan bu haqida qiziqarli voqealarni aytib beramiz. Demak, 1879-yil 14-mart kuni Germaniyaning Ulmsa shahrida buyuk fizik, hozir zamonaviy fizikaning asoschilaridan biri Albert Eynshteyn dunyoga keladi. U 1905-yilda o'zining 3 ta maqolasini chop qiladi. O'shanda demak nisbiylik nazariyasi hamda fatta effekt hamda biron harakatni tushuntirib beradigan maqolalarni yozadi. Va bu maqolalar juda ham mashhur bo'lib ketadi. Eynshteynning nisbiylik nazariyasi u maxsus nisbiylik nazariyasidan keyin umumiy nisbiylik nazariyasini ham yadratadi. 1919-yilda Eynshteynning nisbiylik nazariyasi isbotlangandan so'ng u juda ham mashhur insonga aylanib ketadi. Hamda u bilamiz, Amerikaga boradi. Atom bombaning yaralishida ham uning asosiy hissalari bor. Hatto u gravitatsion to'lqinlarning mavjudligini bashorat qilib beradi. 2015-yilda AQShda Logo degan ustanovkada Eynshteynning demak ikkita kvazarlarning to'qnashishi natijasida gravitatsion to'lqinlar hosil bo'ladi. Ular qayd qilindi va o'zining isbotini topdi. U juda ham ko'p bashoratlarni amalga oshirib beradi, hatto lazerlarning ham yaralishi haqida bashoratlar qilib beradi. Men bermoqchi bo'lgan savolim, Eynshteyn Germaniyada tug'iladi, eng oxirgi paytlarda Amerikada yashaydi. Diqqat savol. Eynshteynning qabri qaysi davlatda joylashgan? Buni bilsangiz, albatta kommentariylarda yozib qoldiring.